Homidiy Balxiyni bizda adabiyot ilmida, adabiyot tarixida Yusuf va Zulayho nomli dostoni mavjud. Shu paytga qadar ilmda bu doston Durbekniki sifatida e'tirof etilgan va hatto Durbek nomi bilan nashr qildirilgan. Durbekning Yusuf va Zulayho dostoni sifatida nashr qildirilgan. Lekin keyingi tadqiqotlar shuni ma'lum qildiki, bu doston Yusuf Zulayho dostoni Durbek emas, Homidiy Balxiy tomonidan yozilganligi ma'lum bo'ldi. Bu xulosaga kelinishining asosiy sababi doston qo'lyozma nusxalari va qo'lyozma nusxa tarkibidagi o'sha tarix abjad hisobi bilan chiqariladigan maxsus so'zlar, sonlar hisobi bilan aynan mana shu asar Homidiy Balxiy ismli shoir qalamiga mansub ekanligi aniqlandi. Biz mana shu loyiha doirasida Homidiy Balxiyning Durbekniki emas, aynan Homidiy Balxiy ekanligi, muallifi aynan shu odam ekanligini va mana shu dostonning Sharqshunoslik institutidagi qo'lyozmalar fondida saqlanadigan 1433 inventar raqamli qo'lyozmasi, bizni Alisher Navoiy nomidagi muzeyda saqlanuvchi nusxasi va bu dostonni bugun Turkiya nashri mavjud. Turkiyada nashr qildirilgan bir qancha nusxalari va bizni O'zbekistonda o'sha Durbek nomi bilan nashr qildirilgan nusxalarni o'zaro qiyoslagan holda mana shu media loyiha doirasida Homidiy Balxiy shaxsiyati haqida, umumiy biografiyasi haqida ma'lumot berishni reja qilganmiz va Yusuf va Zulayho dostonini bir qancha qo'lyozma nusxalari bilan tanishtirish va shu bilan birgalikda bizda Sharqshunoslik instituti qo'lyozmalar fondida saqlanayotgan o'sha 1433 qo'lyozmasi noyob nusxa sifatida e'tirof etilgan, davr jihatdan anchayin qadimiy bo'lganligi uchun ana shu nusxani faksimil nusxasini mana shu ko'rgazmaga taqdim etish niyatimiz bor va mana shu media loyiha doirasida Homidiy Balxiyning Yusuf va Zulayho dostonini mohiyat aks etgan, syujet aks etgan qisqagina o'sha videorolikni aynan bu hududga, Islom sivilizatsiya markaziga tashrif buyuruvchilarga taqdim qilmoqchimizki, Yusuf va Zulayho turkumidagi dostonlar bir qancha, lekin adabiyot tarixida mana shu Homidiy Balxiy qalamiga mansub Yusuf va Zulayho turkumidagi dostondan bittasi o'ziga xos o'ringa ega ekanligini va Temuriylar davrida ham ana shunday dostonlar yozilishi davomiy bo'lganligini ko'rsatib bermoqchimiz.